Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ta'ala ve barakatuhu. Qadirlik körülmelerimiz dünyanın her qaysı çaylardaki qeyrindaşlarımız aldı bilen sizlerine Allah'ın güzel salami, rahmeti bilen, salamlaş bilen bugün bütün dünyadaki Müslümanların ki uluq bir iyi boğan, aylanın sultanı boğan, Allah'ın rahmeti yağıdığan muşundaq bir mübarek ayga bizni ulaştırgan, bizni muşu ayga yetkizgen, muşu ayının şarapetinden, hürmetinden paydalanıp, güzel ibadetler bilen Allah'a yıkılışış üçün bizge bu güzel fırsatını ata kılgan Rabbimizge tümen mınlap, milyonlap, çeksiz hamdü sana yetiş bilen bu ekrandan sizlerini salamlavatımız. İnşallah bugün yeni bir program, muşu Ramazan boyunca, muşu Uluq Ramazan iyi boyunca her günü inşallah. Mana bu Resulullah isimli program bilen bugün birinci sanına başlap huzurunlarda olduruptumuz. İnşallah muşu program jaryanida biz bu rahmet iyi boğan ayda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemni Rabbimiz Allah subhanahu ve taala özünün Kur'an-ı Kerim'de laqad kana lekum fi rasulillahi uswatun hasana limen kana yerjullaha vel yevmel ahir ve zekerallaha kesira. Yani kıskıç tercüme kılsak hakikaten sizler üçün Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de nihayet güzel bir örnek, ülgü badep bizge Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bütün hayatımızda her bir kılıp atkan çoğun küçük işlerimizde Resulullah'tan ülge elişimizni buyurgan Rabbimiz Allah subhanahu ve ta'ala'nın talimatı boyunca bu güzel ayda biz her günü Peygamberimizin bütün ictimai hayatındaki bolsun, davet yoldaki bolsun, düşmanlar bilen muamelesi bolsun, hemmesi de kandak bir zat idi, kandak bir kişi idi. Resulümüzden ta vahiy düşken peygamber boğan devriden tatip, kudretimizden yetişeceğim şu ay boyunca her günü bir san bilen huzurunlarda bulunuz. Şunun için biz bu programın ismini Mana bu Resulullah, yani biz Resulullah'ını keng dairede kulumuzun, küçümüzün yetkince bir tunup ötmek için Rabbimiz Allah subhanahu ve taala bizni bu niyet kılgan bu işimizde bizni müyesser kılıp muvaffak kılışını Allah'tan dileyimiz. Qeyrindaşlar Abdullah Yalqun bilen hürmetli ustazımız Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği'nin ki azası şunaqla her qaysı davetleri bilen bugünkü geçe her xil mavzulardaki davetleri bilen sizlerge tanışık bolgan ustazımız Habibullah Küsani'ni bu programmaga teklif kıldık, kıymetli vaktini çıkarıp keppe geldiği için aldığımdan köp rahmet etimiz. Aldığımdan sizlerge rahmet. Aldı billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Bu uluq ayda Allah subhanahu ve taala bütün Müslümanların tutkan ruhsunu kabul kılsın. Hemmimiz muşundaq aynı vaqtda, aynı minutlarda roz tutqandak, hemmimizni bir ittifoqlashtirib, hemmimizni muşu Ramazan aydan ibarat Müslümanlarning ki uluq ayda vatanimizning Sharq Turkistonning pat yaqinda bir zulmdan qutuluşu, erkinlik erişishini tilayman. Allah subhanahu ve taala bizni mush uluq aylarda uluq ishlarni qilg'ili, uluq ishlarni qadam qo'yg'ili, uluq ishlarni vujud chiqarg'ili nasib qilsin inşallah. Amin inşallah. Çok rahmet. Qadirli qeyrindaşlarımız hammalarga ma'lum, ben programın 5'ine hazır degandek biz bu ayda asaslık programımızın ismi de bildirilgandek Resulümüzün tunup ötüşke merkezleşimiz biz ta peygamberlik kelgenden başlap. Ama bugün uluq eyimiz Ramazan kiriş münasebeti bilen bugün biz birinci programımızı elbette programımızın içinde Resulullah Ramazan'da kandak idi diyen bunu mu tunup ötümüz, ama bugün bu uluq ayının ki kiriş münasebeti bilen tuncüsü biz Ramazan diyen nime, Ramazan hakkında biraz tunuş berip Ramazan'ın ki siri, hikmeti Allah subhanahu ta'ala'nın ki bu mezmunlarda biraz tunuşuq berip össek dep şunu ümit kılıp atıman, hürmetli ustaz. Şu aldı bilen biz birinci Ramazan diyen nime dep bununla başlasak. Buldu Ramazan muşu Hicriye ayninki 9-cı ay hesaplandı. 9-cı ay. Bu Ramazan degen söz Arapçada bizning Uyg'urchadagi pijg'irim issiq
pishg'irma aptap deb qo'yamiz, o'yliq pish ko'taradigan. Shu qattiq bir issiqni ko'rsatadi. Tomuz issiq. Ya'ni bizim tumuz ayları deb qo'yamiz. 6-oy bilan 8-oyning oraliqdagi oylarni Uyg'urcha tumuz ayları deb qo'ydi. Issiqbek bo'lganlikdan shu tumuz issiq deymiz. Hamda o'limalar nima uchun bu oy shunday Ramazon deb atalgan degan vaqtida shu arab dunyosi ko'pincha holatda bak issiq hamda. Bo'libmi Ramazon taz issiq oylarda kelganlikdan shuni Ramazon deb atagan deganlar bor. Ba'zilar deydi ana bu Ramazon bu Ar-Ramdadan chiqqan, ya'ni kuydirguchi degan bo'ldi. Ramazon xuddi o'tunni kuydirgandek gunohlarni kuydirib yutadi. Shuning uchun Ramazon deb atalgan deganlar bor hamda. Xo'sh, xo'sh. Hadis sharifda bu vaqtda shunday bir hadis var. Abu Hurayra radhiyallohu anhu naql qilgan hadis sharif: "Man sama Ramazana imanan va ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." deb. Kimki Ramazonninki bir farz ibodat ekanligiga ishinib turib, iymon etib turib va buning ajrini faqat Allohdan kutib turib ro'za tutsa, burunqi gunohlar kechirildi deb. Ya'ni kechirildi degan gap gunohga ko'ydirildi degan gap. Xo'sh. Bu Ramazonninki arabchadagi lug'at ma'nosi. Hamda Alloh subhanahu va taolo musulmonlarga bir necha farzlarni, ya'ni farz qildi bandalarga. Shu farzlarning ichidagi eng muhim farzlarning birisi o'sha Ramazon ro'zasi, ya'ni Ramazon oyida tutilgan ro'za. Xo'sh. Har qanday bir musulmon bu islomning 4-chi prinsip bo'lgan ibodatni qilmasa mukammal musulmon bo'la olmaydi. Bu ay musulmonlarga nisbatan alohida ay. Başqa ayga o'xshamaydi. Bu ay taat, ibodat ayi. Alloh subhanahu va taologa yaqinlashish ayi. Bu ayda biz musulmon shu tang yurishdan burun so'rliq yeymiz. İftaqıcı bo'lgan orliqda yemakdan, ichmakdan va ayollarga yaqinlashishdan cheklanamiz. Hamda bu ay bizga muhim bo'lgandek Allohning dargohida muhim ay. Chunki bu ayda tutilgan ro'zaning savobini Alloh men o'zim bermaydigan. Ya'ni masalan to'g'ri namozga Alloh ajr beradi, hajga Alloh ajr beradi, zakatga Alloh ajr beradi, hammasiga ajr beradi. Yani insanın qilgan amelinin hammasi shu insonning foydasi uchun ajr berildi deb bo'lib, illa savm ma Ramazonning ajrini, ro'zaning ajrini Alloh men beraman degan. Shuning uchun bu Ramazon faqat bizga farz qilinmagan. İlgiriki. Burunqi ummatlarga farz qilingan. Masalan, o'limal degan, ba'zilar degan mana shu Odam alayhisalomdan tortib bu Ramazon farz deydiganlar bor. Bazı ölümalarımız Nuh aleyhisselamның davridan tortib farz bo'lgan. Nuh aleyhisselam to'fon balasından qutulgandan keyin shuning ne'matini, Allohga bo'lgan memnuniyetni bildirish uchun, Allohga bo'lgan rahmatini bildirish uchun bularga bir ro'za farz qilingan deganlar bor. Demak, hamda musulmonlar bu oyda yemek ichmakdan cheklanish bilan birga gunoh ishlarni qilishdan, ahlaqsız gap so'zlarni qilishdan, boshqalar bilan jidallarni qilishdan cheklandi. Mushunday qilish orqali Alloh subhanahu va taologa yaqinlashadigan oyni biz Ramazon deymiz. Hamda mush munosabat bilan bu Ramazon bak ulug' oychi bu. Ham Ramazon mu bak ulug' ibodat. Inshaalloh buni yana bir deyishamiz. Men musulmonlarga Ramazonning bunday 3 darajasi borligini bir davog'im kelib qoldim. Bu Ramazon desam, nima Ramazon degan nima desa, shu atgansi tamada taz yuvilib, tushtimay kechda taz yuvilib, bu undan emas. Ramazonning eng to'van darajasi bu. Ma'u Ramazonning eng to'van darajasi. Ramazonning bunda bir normal darajasi var. Alohid darajasi var. Eng to'van darajasi, ya'ni shu atgan zo'rlik yegandan tortib kechgacha iftar qilishlik, bir narsa yemaslik, ayollarga yaqinlashmaslik bu normal Ramazonning eng to'van darajasi bo'ldi. Ammo narvanning bunda bir normal bir mu'min musulmon tutgan Ramazon nima desa,
ay yemek içmekten çekiliniş bilen birge İslam diniga zid her qandaq günah ma'siyatdan çekiliniş. Mesela g'ayvat şikayetden, başqalar bilan suqishdan, urishib qilishdan, Allah çekilgen her qandaq bir ishni qilishdan çekilinish. Çünkü bu ayda bu Ramazanning ma'nosi shu. İnsan yaxshi ishni qilishni o'ziga odat qilish, yomon ishni tashlash bu Ramazanning bir muhim mazmunlardan biridir. Ama alohida Ramazancho, yani birinchi numliq Ramazan nima o desa, Allohdan boshqa hammadan chekilinish. Mana bu Ramazan haqiqiy taqvo musulmonlarning Ramazani bundaq bo'ladi. Shuning uchun Ramazan degan bu ham. Çok ming rahmat. Endi Rabbimiz Allah subhanahu va taala bizga farz qilganligi uchun kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba alallazina min qablikum degandek farz deb biz mu'min bo'lish sifatimiz bilan bizga farz qilindi deb bo'yin egib tutamiz. Endi biz shu ro'za tutishdiki bu sir hikmatga kelsak buni nima deymiz? Endi sir hikmatga kelsak, oldi bilan Allah subhanahu va taolaninki, yani hikmat bilan ish qiluvchi Allah subhanahu va taolaning farz qilganligining o'zi bir sir hikmat shu yerda hamda. Nimishqa Allah subhanahu va taolo shunday deydi: "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allohul malikul haq." Bunda degani, hey sizlar o'zinglarni beka yaratılib qoldik deb o'ylamsizlar. Yani biz sizlarni beka yaratib sizlar işte o'ylamsizlar. Siz biz tarafga yani qaytmaydi, yani Allohning dargohiga bormaymiz, biz beka yaratib qoldik deb o'ylamsizlar deb turib, "Fa ta'ala Allah buningdan buyukdir" deydi. "Fa ta'ala Allohul malikul haq." Haq igisi, yani haq Allah, mutlaq podsho Allah buningdan yüksektir deydi. Yani bir işni beka yani maqsadsiz, nishonsiz qilishni Allah pak deydi. Ama Qur'onni o'qisak, innallohu aliman hakima, innallohu aliman hakima. Allah har qanday ishni hikmat bilan qildi deydi. Demak, bu hikmatlik zotning bizga farz qilishining o'zi bu yerda bir hikmat. Tamam? Endi to'g'ri, masalan, bu dedik Ramazanninki ro'zasi İslam dininin 5 farzının 4-cisi. Unda bo'lgan ekan, bunun hikmetini Allah nişan qilgandek bilish uchun bunu biz bilib olmaymiz. Onun uchun bizning Allohdek bilimimiz olsun. Lekin shundaqdimi? Biz o'zimizning kim shu kichikkina bir bilimimiz orqali o'lamalarımızdan bunun hikmet sirlarini bilib baxmoqchi bo'lgan. Endi shu qatordan İmam Şafii rahmetullah alayh shundaq deydi: Allah'ın şeriati musulmonlarning menfaatini ro'yobga chiqarish uchun nazil qilingan deydi. Xo'sh. Masalan, İmam İbnül Qayyim rahmetullah alayh bu din, bu şeriatning asası bendilerinin iki dünyalık menfaatini vücuda çıkarış deydi. Mesela Allah bizni yarattı, ondan keyin bizga dinni ato qildi. Bu dinning maqsadi insoniyatni ichki dunyoda baxt saodat qilish deydi. Unda bo'lgandan keyin din demek, şeriat demek mutlak adalet demek deydi. Şeriat demek mutlak merhamet demek deydi. Şeriat demek mutlak hikmet demek deydi. Evet. Her qandaq şeriat degan bir mesele adaletli chetnese bu şeriat emas deydi. Her qandaq bir şeriat degan bir mesele merhamettin, mehribanlıqdan, kuyumchanlikning doirasidan chiqib ketsa bu şeriat emas deydi. Her qandaq bir mesele hikmettin, donolik doirasidan, yani hikmet degan bu bo'lmasa, bu mu şeriatın emas? Onu men şeriatga sen tatib ekansan şeriat emas degan. Buningdan biz nima tushunamiz degan chaqda? Yani şeriat demek adalet demek, şeriat deganing mutlaq merhamet demek, şeriat deganing mutlaq hikmet demek degan, demek Ramazan bir şeriat, demek buningda bir hikmet ba. Ala ya'lamu man xalaq ya. Vallahi. Endi oldi bilan
men abiya dedim bu Ramazannınki bizge ve burunq ümmetlerge farz qilishida çoqum bir hikmet var. Mesela bizgila emas. Allah subhanahu wa taala Adem aleyhisselamdan Nuh aleyhisselamdan davamlıq farz qilib keldi. Nat çoğ hikmet var degan. Bu biz insonlarga nisbatan bak çoğ hikmet var degan. Endi bu hikmetlerning ichida Allah subhanahu wa taala Qur'oni Karimda ro'za oyatini, ya'ni Ramazon farz bo'lgan oyatda shunday deydi. Ya eyyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ey Allah iman etgan musulmonlar, burunqilarga Ramazon farz qilingandek sizlarga farz qilindi, sizlarning taqvodor bo'lishinglar uchun deydi. Bu orqali taqvolikni qo'lga keltirasizlar. Bu orqali taqvolikni qo'lga keltiramiz. Qanday qilib bu orqali taqvolikni qo'lga keltiramiz? Abiya men dedim, Ramazonning ro'zasini shariatning o'lchim bo'yicha gunoh ma'siyatni tark etish orqali axloqqa yatmaydigan harakatlarni tark etish orqali va tarkibli qilmay bu Ramazon oyi taat ibodat oyi, Qur'on oyi, sadaqat oyi bu deyishimiz qo'y kencha. Bu butun bir ibodat oyi. Mushni qilsa, demak musulmon taqvo bo'ldi degan gap. Son birinci maksat, yani birinci iş, yani takvalık degani nima? Bir musulmonningki qalbining Allohga bog'lanishi. Qalbi Allohga bog'landi. Qalbida Alloh sevgisi o'rin oladi. Hareketlari oliy janob bo'ladi. Chunki Ramazonda bir odam dedi-ku, Ramazonda yog'onga qilish bo'lmaydi, Ramazonda xalqlar urush bo'lmaydi, Ramazonda varang cho'rin qilish bo'lmaydi deb biz bu bunda bo'lgandan keyin bu odam bir taqvo, ya'ni taqvo degani oliy janob, isil sifat, ya'ni salobatlik, hatta boshqa bir urushib og'zini bo'lsa-mu, hadis bor masalan. Faqul inni saim, men ro'zadarman deb deganda. Demak, mana mushundaq qilish orqali Ramazonning hikmati bu taqvo bo'lishandi. Faqat og'zimizni etish maqsad emas. Bu Ramazonning eng to'van darajasi. Masalan, shuning asli ibodatning hammasi bizni taqvolik yetkazish. Mayli namoz olsun, zakat olsun. Masalan, aqimus solata li zikri deydi. Namozni meni aslash uchun. Nima degan gap? Bütün ibodatning maqsadi Xoliqning, maxluqning qalbida hozir bo'lishi. Ya'ni sening qalbingda Alloh hozir bo'ldi degan gap, sen taqvo bo'lding degan gap. Chunki qalbingda davomli Alloh bo'lsa, sen qandoq qilib gunoh ma'siyat qila olaysan? Ihson darajasiga yetish. Mana asli ibodatning maqsadi shuni Alloh taolo Qur'oni Karimda ya ayyuhan nasu ubudu robbakumul-lazi xalaqakum vallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Baqara surasining 21-oyatda ey Allohga, ey Alloh, ya nas, ey insonlar, sizlar Rabbinglarga ibodat qilinglar. O Rabbinglar sizni yaratgan Rabbinglarga, sizni bikobatga sizni yaratgan Rabbinglarga ibodat qilinglar va sizlardan burunqini yaratgan va sizlarni yaratgan Rabbinglarga ibodat qilinglarki, siz taqvo bo'lasizlar deydi. Ya'ni demak bu yerda hamma ibodatni qilsa maqsad nima ekan? Taqvo bo'lish. Endi men Ramazon kelganda ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam deb Ramazonning bevosita taqvoda aloqador bo'lganligini, ya'ni to'g'ri bütün ibodat taqvolik olib turdi. Ramazon alohida eng qisqa yo'l, eng muhim yo'l taqvolik olib turdi. Xo'sh. Endi Ramazonningki yana mushu hikmatlardan birisi biz manda bir narsani tushunishimiz kerak. İslamda insan merkez kılınan. İnsan bek muhim. İslamның maqsadi, yani ölçemlik, sapalık, ahlaklık, ali canab bir insan terbiyeleş Kur'an-ı Kerim'nin asaslık vazifesi. Şunun Kur'an-ı Kerim'de sizler binanı mandal salsılar. Şuna mandal kılıp, terakki kılıp asmanı çıksılar demigen. Ama insanını kamalat yetkizüş, mükemmelleştiriş, insanını terbiyeleş. Terakkiyatını vücudu çıkıran insan terbiyeleşine Kur'an-ı Kerim asas kılgan. Evet. Tamam. Şunun için mesela Peygamber Aleyhisselam Medine'de, Mekke'de igiz binalarını, külemleşken zavutlarını biz onu kaldırmagan. Bizge nemi kaldırgan dese insanı yetişken, kamalatta vayık yetken insanlarını kaldırgan. Yani onda bu insanlarını kanda terbiyelegen dese şu İslam'ın 5 farzi 6 imanның şartı bilen insan terbiyelegen. Murakkab emas şu mu şu? Mesela bu bütün ibadetlerinin bir terbiyeleş ehmetiyle hem kandak ibadet.
insonni tarbiyalaydi. To'g'ri, insonni ruhiy jihatdan tarbiyalaydi. Hamma jihatdan xuddi 5 vaqt ibodatni qilish insonni shu ruhiy va axloqiy va hamma jihatdan tarbiyalash. Tarbiyalash maqsad qilgan. Masalan, u qanday tarbiyalagan desa payg'ambar deydi. Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu deydi. Agar sen yolg'onchilikni tashlamasan, birinchisi yolg'onchilikni tashlaysa, ikkinchisi yolg'onga amal qilmaysa deydi. Ma farq var mı o? Bazı adamlar yalğanğa işinip yalğanğa amal qildi. Ma ro'z qadamsa o yalğanğa ishonma, yalğanğa amal qilmadi degan gap, bunda ras yalğanı paqitadigan ongni mash Ramazonda yetishdi demakchi. Xo'sh. Tamam? Yalğonchilikni tashla dedi. Hem bir hadisda sizlar ro'z tutgan vaqtida bir odam bilan suqishmanglar, jidallashmanglar. Boshqalar sizlar bilan suqsa men ro'zlar deb turaman. Ya'ni urushmaslikni, oliyjanoblikni, yaxshi odam bo'lishni Ramazan orqali o'yitdi. Hem bir hadisda ro'za tutgan odam ovozliq fala yasqab deydi. Men kamnikum sayim fala yasqab va la yarfus deydi. Ro'za tutgan odam ovoz ko'tarib gapirmasin. Yani varang cho'ng ta o'ylab baqsizlar. 1400 yil burun bizga madaniyat o'rgatadi. To'lima, vaqirma. Tabii ki. Yani bu biz so'zlab kelsak bakjiq. Yani biz haqiqiy ro'zgar bo'lsak, haqiqiy madaniyatlik, haqiqiy sapolik, musulmon emas kofirlarmi, nima degan isli odamlar deydigan musulmon qildi ro'za. Agar biz haqiqiy tuta olsak. Albatta. Yani ro'zaning sir hikmatlari bu. Lekin hozir bizda hamma ibodatlar nimaga aylandi desa, shaklvozlikqa aylanib qoldi. Shakli ibodatlar bakchiq. Shundan bu ibodatning bizning ish harakatimizda, gap so'zimizda o'zini ifodani topolmagandan keyin namoz o'qiydi, ta'tirsiz ish qildi. Shuna haqlar hayron qolyapti hozir. Albatta. Tamam? Shuning uchun bu ibodatning kesiri. Ikkinchisi bu shu ta'kidlab qo'ygan ibn shu Ramazonning eng sirlaridan birisi Ramazon islohot o'zgarishi. Masalan, shu kişilik taraqqiyot olimlari bir odamda bir yomon nachar illat bo'lsa 7 kundan 21 kungacha shu ishni qilmasa, masalan bir tamaki chekib ugunib qolgan odam deyli. Shu tamakini 7 kundan 21 kungacha chekmasa bu odatni o'zgartirib bo'ldi deydi. Sen har qanday bir nachar odat bo'lib qolsa, buni tashlamoqchi bo'lsan, niyatlam qilsan, jiddiy bir shaklda 7 kundan 21 kungacha shu ishni qilmasa, undan qutuldi deydi. Ramazon 1 oy. Tamam. Bizde yaman adetlerimiz var. Yaman ahlaklarımız var. Bunu qanday qilishimiz kerak? Mush Ramazonda o'zgartiradigan ay. Bu chuqum, bu Ramazonda o'zimizni eslab oladigan ay, o'zimizni o'zgartiradigan ay. Yaxshi odatlarni o'zlashtiradigan ay. Qanday yaxshi odat? Allohni yaxshi ko'rish, taat ibodatlarni o'tkazish, boshqa bilan oilamiz bo'yicha jamiyat hamma bilan aloqamizni yaxshilaydigan va irodamizni chingitib shunama vatanimiz uchun, insoniyat uchun foydali ish qilish uchun, ya'ni xudma telefonninki meytugab ketsa, qayta mayni zaratlagandek Ramazonda musulmon o'zini zaratlaydigan ay. Shu bu sir hikmatlari bakcha. Mencha shunchalik to'xtalsak bo'lar inshaalloh. To'g'ri deydi, haqiqatan yaxshi bir tarbiyalangan bu islomning asosliq inson tarbiyalashga markazlashgan deylar. Shunda qaraydigan bo'lsak, ya'ni insonning tarbiyalanishininki, insonning mukammal yetishib chiqishininki, o bütün inson shu zamonga xalifa bo'lib yaratilgan biz insonlarninki xuddi eng oddiysi mol dunyodan tatib solih yaxshi insonning qo'lidagi narsa insoniyatga baxt saodat keltirsa, nurg'un boshqa ilmlarmi masalan bugun dunyoda ko'rib turibmiz-ku. Allah qo'rqinchisi bo'lmagan, iymon bo'lmagan insonlarning qo'lidagi ilmmi insoniyatga balo keltiradigan gapimda. Demek insanның tarbiyalanishininki naqadar muhimligi hamda har bir nimadan chiqib turadi dinimizniki. Xo'sh, hamda Rabbimiz shu go'zal oyda bizning shundaq o'zining taqvoliga qaytib olishimiz, to'g'ri yo'lga kirib olishimiz uchun nurg'unlagan vasilalarni, nurg'unlagan nimalarni qilib beryapti. Hatto shuning jumlasidan shaytonlarni zanjir sepirdigan. Shu Ramazonda shaytonlar bog'landi degan so'zni qanday tushunamiz? Bu hadis İmam Bukhari, İmam Muslim rahmetullahi aleyh, Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan nakl kılan hadis şerif. İza dakhala Ramazan futihat abwabul cennet ve gulliqat abwabu cehennem ve sulsilatish shayatin deydi. Ramazan kirsa cennetning eshigi ochiladi, do'zaxning eshigi taqildi,
shaytonlar bog'lanadi deydi. Mhm. Xo'sh. Bu nima degan gap desa, ya'ni shayton bog'landi bu oyda. Mhm. Shaytonlar hammasi opirilib, zindonga tashlanib bog'landi. Unda desa balkim bir savol chiqishi mumkin. Mhm. Am shayton bog'lanib kelsa, ba'zi odamlar Ramazonda yomon ishlarni qildi. Mhm. Qanday qildi desa, insonning dushmani shaytonlar emas. İnsanın Nefsiz şeytandan başqa nefsi var ve ademi şeytanlar var. Ular bağlanmaydı. Şununla Qul a'udhu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas min şerril vesvasil khannas ellezî yuvesvisu fi sudurun nas minel cinneti ven nas. Yani insanın kalbiga vesves sağıcı, insanın ve cillarının şunama boğan şeytanın vesvesinden pana tileymedi. Şunun için ölümalar mışına düşen degen. Yani şeytanlar resmi bağlanıdı bu ayda. İnsan fakat özünün nefsi bilen Allah'ım kalıdı. Unda vakin her bir adam özünün kandak adam ekanligi. Neçe vaqtdan deyish mumkin, "Voy meni shayton azdırtgan o bu" deb. A şeytanı bağlap edenime şeytana aydı üzən seni kim azdırdı? Manda düşen degen. Bazılar manda düşen degen. Bu ayda Müslümanlar muşu rozunu resmi şeriat boyunca tutup, günah məsiyyətdən çəklenip, yaman işten çəklenip, əxlaqi cəhətdən yüksülüp, a şeytanını xuddi bağlananda qılıydı. Bunu misal düşəndirək sizlərə. Mesela bizden mahallige estağfirullah birisi bir haraq dükkanı açıptı. Dükkan uçuk. Ama hemmimiz kirmesek, a dükkana taqvatganda eklanımız var. Şunda emez mi? Uçuqoğa ameliyat ne buldu? Taqaq oldu. Hiç kim kirmese, banas ammasa, dükkan taqaq olan taqaq olmamdı. Şunun oxşaş ayda musulmanlar, yaxşı kişiler, köp adamlar ibadetki berilip, yaxşı işlarni qilib, şeytanni bekar chiqib etgandan xuddi şeytan bağlanğandek oldu. Deb manda tushundirgan olimlarimiz bor. Yani ikkinchisi to'g'ri hamda. Ikkinchisi to'g'ri. Ammo shu yerda yana eng muhim bo'ladigan ish inson mush dunyoda insonda nafs va aql bor. Nafs davomli insonni xato ishga boshlaydi. La ubar Yusuf alayhisalom deydi. La ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bis-su deydi. Men nafsimni oqlayolmayman. Chunki nafs degan davomli xato insonni yomon ish qilishga boradi deydi. Alloh bizga nafsni berdi, shuning yenigilam aql berdi. Shuning uchun biz har qanday bir ishda nafsimizning kayni kirmay, aqlning kayni kirish. Aqlning kayni kirgan odam azmaydi. Nefsinin kayni kirgan odam cho'q. Shu har qanday bir ishni qilaymi, qilmaymi, qanday qilay degan vaqtida, nafsini asta, nafsini kayni kirmay, aqlni kayni kirgan odam to'g'ri ish qilgan bo'ldi. Shu Ramazonda demak shaytonning nafsinin kayni kirmay, aqlning kayni kirishni. Allohning yo'l yo'riqi bilan qo'ralgan aql. O'rganib olgan bir ish endi. Xo'sh. Endi Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo bizni bir mu'min bo'lish sifatimiz bilan özümüzni ham emas, balki qu anfusakum va ahlikum nara deb oyatlarda va boshqa oyatlarda keltirildi. O'zinglarni va oilanglarni deb jahannamdan saqlab qo'yinglar deb hamda. Ramazon kelishdan burun yil bo'yi masalan ikmal qilgan, sal qarigan bo'lishi mumkin. Shundaq bir ulug' oyda hatto Rasululloh Ramazon kirishi bilan oilasini uyg'otadi, kechalari ibodatga nihoyat bir jiddiy bir safarbarlik qiladi hamda o'zidan boshlab. Shu Ramazonninki oila bilan bo'lgan munosabat haqida bir ikki kalima so'zlasak. Endi biz musulmonlar bilishimiz kerak, oila islomda muqaddas. Peygamber Aleyhisselam kafa bil mar'i isman ay yuday'a ma ya'ud deydi. O'zining oilasini vayron qildimi cho'ng gunoh bo'lmasi kerak deydi. Shuning uchun bizda oila muqaddas, oila devletning boshlanishi oiladan boshlanadi. Kichik bir davlatda. Kichik bir davlat. Unda bo'lgan ekan bu ham davlat, ham oila mendadan bu oila bizning masjidchimi bu oila. Biz ibodat qilgan masjidlarimiz-ku, asli masjid oilada. Butun oilada shuni Payg'ambar alayhisalom sana ailenin ayolının ağzına bir lokma tamak sap koysan ecir alırsa. Hatta ailenge xəşləyən pul, xərclənən pullardakı ən savabıcaq pul dedi. Sen üçün sədaqə. Hatta ailesiga yaqinlaşsam savab dedi.
Peygamber Aleyhisselam. Demişqa degancha sahabe dedi, "Voy ya Rasulullah, bu yaqinchidan biz xalaymiz" debdi. Shuni qilib savab berdi. Chunki sen haromni qilmay halalni qilgan uchun dedi. Bu shunda oila asli bizning mihrobimiz, bizning masjidimiz. Endi bu Ramazan bo'lsa o'ylab baqib qaranglar. Alloh subhanahu va taolo bu Ramazonni bizni Ramazonga ulashtirganlikning o'zi biz uchun bir baxt. Nurg'un qarindoshlarimiz mush Ramazonga ulashamayapti demdi. Bu Ramazonda ajr savoblar hassilab berildi. Mu'min musulmonlarning darajasi ajoyib yuqori darajaga ko'tarildi. Endi bundaq bo'lgan ekan, bu oyda mushu oilani texmi baxtlik, texmi bir yaxshi oil qilish uchun tirishimiz kerak. Qanday? Oildagi munosabatni kuchlantirish uchun, oilaning ittifoqini yaxshilash uchun va oila a'zolari o'zida bor bo'lgan yomon illatlarni tugutish uchun. Masalan dedik, biz bu insonda chuqum bizda yuqtirib olgan yomon illatlar bor. Nachar odatlar bor. Mush Ramazonda mush yomon illat, nachar odat tugsa, shunama oilaningki a'zolari ichidagi ittifoqlik, muhabbat oshadi. Ondan keyin biz mushu Ramazon bo'yicha dijit usuldan Rasululloh bilan tanishib chiqamiz. Mana bu Rasululloh deymiz. Har bir oila dadi bo'lsa, dadi Rasulullohni tanish kerak. Rasululloh daditi. Agar tijoratchi bo'lsa, Rasululloh tijoratchi. Buni bilan tanishib chiqish kerak. Rasulullohni o'ziga o'rnak qilish orqali Rasululloh oilada bir qandoq daditi, qandoq bubiti, mushuni tushunish orqali mush oilni baxtga erishtirish har bir ota-onaning majburiyati. Bu Ramazon buning ajoyib yaxshi fursat va biz qilmoqchi bo'lgan darsmi bu Ramazondagi eng yaxshi fursat. Bu oila biz musulmonlarning qo'lda qilib qolgan eng oxir qo'rg'on, bu qo'rg'on qo'ldan ketib qolsa biz tugashdik. Shuning uchun Ramazon mushu bak muhim. İnşallah Rabbim müyesser kılsın. Her birimizni bu taraftan örnek algan şekilde meňaşgan. Endi bugünkü ahirki sualimiz, bugünkü programımızın ismi mana bu Resulullah. Resulümüz, acaba Resulümüz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da qanday edi? Elbette kichkina bir 2 minutlik javobda Rasulimizniki qanday ekanligini hammasi anlatib bo'lish mumkin emas, imkonsiz. Shunday bo'lsa, qisqa bir shaklda Rasulimiz Ramazonda qanday edi? Rasul akram sallallohu alayhi va sallam birinchisi Ramazonga alohida tayyorlik qiladi. Qanday tayyorlik qiladi? Sha'ban oyidan tatib ro'za tutishga boshlaydi. Oysha onamiz, Ummu Salama onamizning naql qilgan hadis sharifda Rasululloh Ramazonda qolsa eng ko'p ro'za tutgan vaqti Sha'ban edi. Nima? Ondan keyin shunda Ramazon kirgandan keyin ajoyib bir xushallik bilan inna haza shahri qad hadarakum. Ma Ramazon oyi kirdi. Va fihi shunama Ramazon oyi kirdi. Va fihi laylatun khayrun min alf shahr. Bu Ramazon oyida 1000 oydan ortiq bir kecha va ma Ramazonning savobidan mahrum bo'lganlar mangu mahrumdir deb boshdan nayt qutuqlab Ramazonga boshına qadam qo'ydi. Yani Ramazon kelsa xuddi cho'ng bir bayram kelgandek, ajroq ketib ko'rishamagan eng yaqin odam kelgandek ashunda kutib oladi. Albatta Rasulullohning Ramazondagi ahvoli bilan boshqa ahvoli tubdan o'xshamaydi. Bu Ramazon agar biz bilib qolsak, rasmiy Allohga yaqinlashish, gunohlarimizni yuvish va jiq savobni to'plab oladigan bir mavsum bu. Shuning uchun Rasululloh bu oyni nayt bek ching tutadi. Rasululloh ibodatlarda, sadaqatlarda, namozlarda, Qur'on o'qishda boshqa oylardan alohida farq qiladi. Masalan, qanday qildi Rasululloh? Eng shu musulmonlar bilg'ash Ramazonda zo'liq, so'rliqni yap, masjid chiqib namoz o'qib, mushu bo'lib bosh vaqtida qilmaymiz. Masjidda mash kun chiqishlik o'ltirish. Peygamber Aleyhisselam'dan alayda işlerden birisi baş Ramazan'da gün çıkışı oturup duha namazını okuş. Çünkü kim muşunda kısa bir hacının ya bir ömrünün ecri verildi degen. Qanday qilamiz? Bomdat namazını okup bulup atiyerlik namazdan zikrini etimiz, andakin atiyerlik zikrini etimiz. Andakin kun neyzuzu örlegen çağda 2 rekat, 4 rekat, 6 rekat duha namazı okuyumuz. Andakin öyle kaçsak
Bu acayip bir yaxshi ish. Rasulullahning Ramazondagi alohida ishlaridan birisi Qur'onni bak ko'p tilovat qiladi. Rasulullahning alohida Ramazondagi ishlaridan birisi Rasulullah asli sahiti. Shunday dedi, kana Rasul ajwadun nas dedi. Rasulullah eng sahiy odam edi. Ajwad ma yakunu fi Ramazon. Ramazonda tixim sahiy bo'lib ketib, kaannahu rihun mursala dedi. Ash to'xtamay chiqadigan shamolga o'xshaydi dedi. Yani ayıq üzülüp kalmaydıgan şamal koşaydı. Yani devamlı sadakat. Emellerge hassilip ecir belirgenlik için. Şunun için toxtumay sadakatını köpürtü dedi. Resulullah'ın en kıldığın ibadet. Onun için namazını köp okuş Ramazan'da. Namazını köp okuş. Uykunu az uxlaş. Tamakını az yiyiş. Yani Resulullah'nınki şu kıldığın işlerninki ne miydi? Andakin Resulullah şu Ramazan'da itikaf kılattı. Şu ahirki ülep gittiğin Resulullah tahminen 9 Ramazan'da tutkan. Ramazan Şaban ayda farz oldu. Resulullah Hicriye'ninki yani Hicriye'nin ikincili Şaban ayda Ramazan farz oldu. Resulullah Hicriye'nin 11. yıl vefat olup gitti. Yani 9 Ramazan'da tutkan. Her Ramazan'da itikaf kılattı. Ahirki ömürde 20 gün itikaf kılan. Tamam. Andaki şu Resulullah'ınki şu Ramazan'da yine kıldığın en mühim işlerden birisi şu nemigi bek targıp kılattı. Dua kılışka. Çünkü abi biz okuduk. Ramazan farz olan ayetinin ahirinde ve izâ se'aleke ibâdî anni fe inni qarîbun ucibu da'vete da'i degan bir ayet var. Aş Ramazan farz kılan ayetinin ayığa kiriplam bendelerim beni sorap kalsa men bendelerim yaqin bendelerim yani men dua kılsa duasını icabet kılman. Resulullah'ın en kıldığın işlerden birisi şu Ramazan'da köp dua kılış. Bu bek mühim. Şarkı Türkistan üçün, özümüz üçün, mezlumlar üçün dua kılış. Anadaki ahirki sualın ahirki bir cevabı. Ramazan'daki en mühim işlerden birisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlarını güzel ahlaklık buluşu bekler yapıladı. Ey din demek güzel ahlak. İmanın ölçümü güzel ahlak. Kim ahlaklı olsa onun imanı bizden güçlük. Mesela iki adam olsa, iki adamdan mademden ahlakı güzel olsa %100 manın ahlakı imanın için kendi yadayımız. İmanın ölçümü ahlak. Şu Resulullah Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem deydi. Es-siyamu cunne. Ramazan kalkan deydi. Seni günah masiyattan saklaydigan, dozaqning ududan saklaydigan Ramazan kalkan. Sizlarning birisi roz tutgan bo'lsa fala yarpus axloqsiz gaplarni qilmasin, axloqsiz ishlarni qilmasin. Wala yajhal nadonlik qilmasin deydi. Nadon ishlarni qilmasin, shallaq harakatlarni qilmasin. Nima? Agar bir odam uningga urush e'lon qilsa, men roz tutdim deb turvasin. Urushmasin, jidallashmasin deydi. Yani Resulullah Ramazan'da en ta'kidlaydigan ishlarning birisi mush güzel axloq bo'lish. Men bu yerda dedim ya mayli oila olsun, mayli inson tarbiyalash olsun, axloq. Şunun için ayda Müslümanların kişilik münasebette ahlakını terakki kıldırış, yaman nacar ahlaklarını terk edip yaxşı ahlaka bölünüm kılış. Ramazan'daki Peygamber'in Allah'a işlerinin birisi şu. Köptün köp rahmet, Allah razı olsun. Mana bu Resulümüz, süyümlük Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den elbette vaktimiz nayet kısa boğallığı için nayet addi bir şekilde anlataldık. Yani her bir programda bir şu Ramazan işçide boğazlığı, bu ayının işçide boğazlığımız için bu ayga münasebetlik bir sualga ait az şekilde, kısa şekilde cevap verip özsek dep qarayman. Şunu şu rozaga qandaq niyet qilamiz? Bugünkü sualimiz, rozaga qandaq niyet qilamiz? Her gün qılamdık yoki ayının 5'ida birlik etim qilganimiz kifoyami? Elbette her qandaq bir ibadet için niyet ketidi. Niyet degan nima? Sen bu ishni xolis Allah uchun va Allah rizolig'i uchun qilishni, ko'nglingda pukishni niyat deymiz. Hadis-i sharifda Payg'ambar alayhisalom innamal a'malu binniyat. Har qandaq ish niyatga bog'liq dedi. Ramazon to'g'riliq Payg'ambar alayhisalom man lam yajma'as-siyama qabla al-fajr fala siyama lah dedi. Kun yurib ketishdan burun Ramazonga niyat qilmagan odamning Ramazoni yo'q dedi. Demak, chuqur niyat qilishimiz kerak. Xo'sh, endi bu niyatni 30 kunga birinchi kun niyat qilsak bo'lamdi desa, ba'zi olimlar buldi degan. Lekin bu az qism olimlar, Abu Hanifa, Imom Ahmad deganlar. Imom Ahmaddan bir so'z shundoq. Ammo ko'pincha olimlar har kuniga bir qatim niyat qilish afzal degan.
Nimishqa degan vaqtida har bir kunlik Ramazon mustaqil ibodat. Ya'ni bugungi Ramazonni sen bir xatolik qilib buzib qo'ysang, ertaga Ramazon buzilmaydi. Demak, bu her kunlik ibadet Ramazan bir mustaqil ibadet olmaktan her kuni sen bir niyet qilib qo'yishing kerak. Mesela niyet degan shu ichida ro'za tutman desa bo'ldi. Men Alloh uchun ro'za tutman desa bo'ldi. Mesela bir odamning zo'rliq yegini shu Ramazonga niyet qilgan. Allohning kechisi. Hatto shu soat 5:03 4da qo'pqini shu niyet bo'ldi. O mesela niyet qildimki tutqayman ro'zani, u da buni og'zi deyish ketmaydi. Faqat ko'nglida shuni qislan bo'ldi. Ammo mesela bir ayda bir qatım niyet qilsak bo'ldi deganning ham bilib oladigan bir ish bor. Mesela ayollar odatda Ramazon oyida odat ko'rib qoldi. Odat ko'rib qilib, hin saqagan ekan ro'zani davomlashadi emasmi? O chaqda niyatni yangilash kerak. Mesela bir odam safarga chiqdi. Ramazonning 5'ida niyat qilib qo'ydi. Ammo safarga chiqadi. Safar qanchada ro'za tutmay kim tutsin bo'ldi. Yine safarni tugaplama Ramazonni davomlashtirmoqchi bo'lsa, yine niyatni yangilaydi. Bunu bilib qo'y. Shuning uchun amal bor kunda bir qatim kechisi ashu zo'rliqning vaqti chikatkichilik niyat qilish eng to'g'risi shu. Ko'pincha olimlarimiz shunda deb fatvo qilgan. Ko'p rahmat. Alloh razı bo'lsin programmamizga qatnashib berganliklari uchun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, qarindoshlarimiz, shuna qilib programmamizni asli yarım soatni oshirmaslik niyati bilan boshlagandik ham soz bo'lsin deb. Ve bunun keyingi aytidan boshlab yana har kuni programma Ramazon bo'yicha davom qilamiz. Rabbim ömür bersin inşallah. Şu vaqtga rioya qilishga tirishimiz, ammo ba'zida savollar mesela javob berish, shu javobning haqqini berish uchun ozroq egizpaschilik bo'ladi ekan. Sabr qilib anglab berganliginglar uchun albatta har bir anglaganlarimiz biz uchun o'ng o'rnimizdagi farishtalarning daftariga yozilishiga sabab bo'lgan go'zal bir amallar, ishlar bo'lganligi uchun sabır qilib tinchab berganliklaringiz uchun ko'p rahmat aytamiz. Rabbim ömür bersa ati ko'rishgacha aman bo'lgaysizlar. Allah subhanahu wa taala bizlarning va sizlarning barliq amallaringizni qabul qilishini Rabbimdan to'g'anchilik bilan tilaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.